Assalomu alaykum, hurmatli podpисчиклар, hurmatli kuzatuvchilar. Mana xohlasa hoji mikrofon orqasidan chiqib keldim mana keyin. Buni ertaman qo'shqani ko'chiramiz deb hech kimni beyiga qo'yib yubordik. Novoshib ketdi. Hozir men yerdan mo'g'dan chiqib keldim. Qarasam eshiklar ham shöyle yurtdi. Mana bo'lsa hoji mikrofon orqa tomoni. Mana oq mermer. Aşağıdan zahot qarg'osh yapın. Buyog'i bo'lsa mana bu jo'paya. Sadil akamizning joylari. Qo'yi ko'rinmaydi, lekin qayerda yotgan bo'lsa uning orqasidami? Mana bu motor. Qarasa mana soya uchidan chapqa qarab ketadi. Mana uchigacha qora tash. Mana bo'lsa ko'kkan. O'roqning havasi mana. Soya bo'lib turgan orqasi katta maydon, kichkina maydon shu tarafda. Mana bu yoq tamch. Mana shundan kirib ketadi tamchga. Bu tamch dori mana shu. Bu yoq Olatov. Bundan oshsa Jalanchashma buni oraya oshsa 100 at. Ya chopqa taylay qarshi ber. Shunday esa ketadi ya. Bu yerda motorda ham, qora tashda ham, jo'payada ham qo'y ko'rinmaydi. Lekin mehlar sadakan qo'y jeb ketgan ekan. Bizim echkilarim bu yoqqa qarab tashlashib billab turib.